uyiga kirayotgan mahalda Bismillahirrohmanirrohim deb kiradigan bo'lsa yoki taom yeyotganda Bismillahirrohmanirrohim desa, shayton o'zini askarlari bilan odamlarning uyiga kirishga harakat qilar ekan. Bir narsani doim yodimizda tutishimiz kerakki, azizlar, shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynukdan kirmas ekan. Ular faqat eshikdan kirar ekan. Shunga buyurilgan, boshqa joydan kira olmaydi. O'shuning uchun shayton hammamizni eshigimizni, darvozamizni oldida poylab turar ekan. Agar biz Bismillahirrohmanirrohim deb eshikni ochadigan bo'lsak, shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab, bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q, ovqat ham yo'q, qaytib ketinglar. Natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan. Ularni to'sib qo'yamiz ekan bismillah bilan. Agar deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kim biror bir uyga kirsa-yu bismillah demasdan kiradigan bo'lsa, eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytar ekanki, adraktumul mabita val asha, mana bizga yashaydigan, tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda der ekan. Qarang, Alloh o'zi saqlasin. Bu hadis payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga ta'lim. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring, agar bismillah eshikni ochadigan bo'lsangiz, uyingizga shaytonlar kirib olar ekan, jinlar kirib olar ekan, taomingizga sherik bo'lar ekan. O'shaning uchun hech qachon eshikni ochayotganda bismillah kirmaslik kerak ekan. Shunda qulfni ochayotganda Bismillahirrohmanirrohim deng. Mashinangizga minayotganda bismillah deb oching, toki shayton, jinlar kirmasin, sizni vasvasa qilmasin. Bu qanchalik ham bizga fazilatli ekanini biling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, agar inson kiyimlarini yechadigan bo'lsa, bir hech kimni ko'zdan xoli bo'lgan holatda shaytonlar, jinlar ko'rib olar ekan. Ammo lekin kim bismillohni aytadigan bo'lsa, inson bekiyim turgan holatida ham shayton, jinlar ko'ra olmas ekan. Mana bu narsa ham Alloh azza va jallani bizlarni shaytonlar oldida satr bo'lishligimiz uchun bismillah orqali bizga Alloh muvofiq qilar ekan. Shuning uchun albatta bismillohni aytib kirishimiz kerak. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hatto hojatxonaga kirishdan oldin ham, hammomga kirishdan oldin ham darvozani oldida bismillah aytishlikka o'rgatganlar. Toki shayton bizdan noumid bo'lsin. Bundan tashqari azizlar, taomlarimizga ham shayton bizga sherik bo'lmasligi uchun biz mana shu bismillohni aytishimiz kerak. Va yana bir narsaki, hatto uyimizni berkitayotganimizda ham bismillah bilan berkitadigan bo'lsak, shayton bizga hech qachon kira olmas ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ida kharaja min baytihi", kim biror uydan chiqsa-yu va aytsa bismillahi tavakkaltu alallohi la havla va la quwwata illa billah, unga nido qilinar ekanki, senga kifoya qilindi, seni uying himoyalanadi, shaytonlar bundan nahiy qilinadi, qaytarilar ekan. Qarang, birgina Bismillahirrohmanirrohim kalimasini aytib qo'yishlik bilan uyingizdan shaytonni qo'yisiz ekan. Shunday ekan, bolalarimizga bismillah kalimasini ko'proq o'rgataylik. Va shuning bilan birga ma'nolariga bir qator e'tibor beraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Rahmon degani azizlar, dunyoda kofir va musulmonning hammasiga mehribon. Haqiqatda ham Alloh Rahmondir. Dunyoda Allohni yo'q degan millatlarga ham o'zining ne'matini berib turibdi. Rahim degani esa bu mo'minlarga xos bo'lib, u dunyoda qiyomatda faqat mo'minlargagina mehribon, rahimli bo'lgan Alloh degan ma'noni berar ekan. Ana endi o'sha ma'no bilan bismillohni aytib ko'ring-ya. Bu dunyoda kofir va musulmonga mehribon, u dunyoda faqat mo'min musulmonlargagina rahimli bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman. Qanday ham go'zal kalima. Va shunga endi o'zimiz amal qilishimiz kerak. Biz bu dunyoda hammaga Alloh mehribon ekanligini bir kunda qayta aytsak-ku, o'zimiz bemehr bo'lsak, u dunyoda qiyomatda mo'min va musulmonlarga Alloh rahimli ekan desak-ku, o'zimiz berahim bo'lsak, unda bismillohdan ko'zlagan maqsad yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga bismillah ila tarbiyalanishlikni o'rgatdilar. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla Muntasir surasida va alayha 19 oyatini keltiradi. Bu degani do'zaxda 19 ta azoblaydigan farishta bor ekan. U farishtalar Allohga isyon qilmaydi. Qanaqa azob bo'lsa qilaveradigan, qancha Alloh buyursa shuncha buyrug'ini maromiga yetkazadigan farishtalar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim Bismillahirrohmanirrohimda aytib yursa, Alloh azza va jalla ana shu 19 ta azob farishtasidan saqlar ekan bu bandan. Chunki u farishtalar mana shu Bismillahirrohmanirrohimdan quvvat olar ekan.
Agar buni aytib yursa, banda ulardan quvvatli bo'lib ketar ekan. Ana shuning uchun ham Bismillahirrohmanirrohimni ko'p zikr qilib yurishimiz kerak va bundan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak. Hozir qancha odamlar tirikchilikda yurishibdi, musofirchilikda yuribsizlar, Alloh sizlarni omon qilsin. Bola chaqa boqaman deb yuribdi, qanchasi ota-onamning xizmatini, duosini olaman deb xizmat qilib yuribdi yoki boshqa tashkilotlarda xizmat qilyapti. Agar shu xizmatlaringizga borishlikda, kelishlikda, chiqishlikda, o'tirishlikda bismillah bilan boshlasangiz, albatta bu ishingiz yanada barakotli bo'ladi. Alloh sizni turli baloyi ofatlardan o'zi saqlaydi. Shunday ekan azizlar, Bismillahirrohmanirrohim kalimasini sadoqat ila aytishlik kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.